hozirgi pulis Jiguli olib minishga yetyaptimi? Qo'ying. Gentraga havas qilmang. Hozirgi pulis Tikoga yetyaptimi? Qo'ying. Kreditga yoki variantga mashina olib, telefoningizni o'chirib, ko'chaga chiqolmay, yig'lamsirab, odam topolmay, g'ururingizga putur yetayon malomatlarni eshitgandan ko'ra, piyoda yuring, birovdan g'amingiz olmaysiz. Misol ayrim joylarga men velosipedda boraman-da. Bo'lmasa bir xabar qilsa, olib yurgan odamlar bor. Velosipedda boraman. Borsam, velosipedda yurasizmi? Ha, aytdi. Bo'lib to'lashga jentra beryapti. Chiroyli minib yuring, obro'yingiz o'shadi. Men uni olib, keyin uni uzarmikanman deb odamlardan ta'magirlik qilib bitirib yurganimdan ko'ra, oyog'im og'rib velosiped. O'zi velosiped minish sog'liq uchun yaxshi. Men yoshligimda velosiped minishni yaxshi ko'raman. Soxta obro'yda keragi yo'q demoqchiman. Soxta obro'y bo'lib olib, soxta kiyim olib, mashinamiz zo'r, kiyimimiz zo'r, cho'ntaklarimiz 3-4 so'm pul, lekin ichimizdan ezilib, xarob bo'lib, qanday qilar ekanman deb tong yotqizib yuborganimizdan ko'ra, o'shani keragi yo'q.